esa asabim buziladi agar menga kimdir qarab turib erkak kishini omadi bilan o'ynashma deydigan bo'lsa, dalboya menda hech qanaqa omad degan narsa yo'q, bir giraman. Bu yerda sabr, mehnat, birovlarni fikriga qo'yish va luboy mana sharoitga ko'nib ketadigan, luboy komfort zonadan chiqib ketadigan, mana duxva bor, yurak bor yiban. Bu qaysidirda dalboyib erkak kishini omadi bilan o'ynashma deb qo'ysa, hammasi shu gulli ko'rpasini ustiga olib, erkak kishini omadi bilan o'ynashma deb nihoya harakatni meni kutadi qachanjalabdi. Oltin qush kelib boshga chiqib ketishini. Yiban men turib harakat qilmasin. Yiban u Instagram, TikTokdagi dalboyoblarni kuzatib, o'shalardan inspiration, vdохновление olib harakat qil, o'qidish. Meni mana boshidan kuzatganlar biladi qanaqa yo'llarni bosib o'tganim, jalab. Qatlarda uxlab yurganim, kimlar meni tashlab ketgani. Chidolmadi, sabr qilolmadi. Birovlarning fikriga qo'ygan holatda darsi takansi bosish kerak. Unaqa qilib o'tirib olib, erkak kishini omadi bilan o'ynashma. Babuyim bor, dalboyob.